Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, mana keyingi zakasimiz tayyor bo'ldi. Ularimiz yog'och, lak sepilgan holatida. Ularimiz 2 qanotlik. Bunimizni Toshkent viloyati Bo'ka tumaniga yasab berdik. Akamizdan internetdan zakaz qildi, o'zi ko'rib. Xo'p, endi rasmiylari tushuntirsam, xo'p, eshigimiz endi 120, balandligi 250. Shu eshigimiz razmeri bir xil. Uyni o'tiga qarab, o'ng chapini zamonini moslab berdik. Endi yaqinroq kelsak, gullarni ko'rsatib. Oddiy to'rtburchak emasdan mana gul bezaklar berib, sal bellarni egib figura qilib, chiroyli qilib berdik. Tepaga karnizlar qo'yib. Ishimiz unaqa puxtali qilmadik. Ya'ni videoda jivoyni ko'rasizlar. Bunga qadar chiroyli qilib, puxtasiz qilib berdik. Karokamizdan baquvvat 10 ga 4,5lik, bozimiz 11lik, ular 14lik. Bilamiz qalinligi 2-2,5 sm deb qilinadi. Xo'p, endi puli keladigan bo'lsak, 3 oy ishimizni puli 8 million so'mga tayyor qilib, eshik oshmoqchi zamon ligirovkasi laklariga dosib tayyorlab berdik. Lakini ham o'zini sepasidan oldin gruntovka berib, keyin ustidan lak berib, chiroyli qilib ham uzoq xizmat qiladi, ham bilasiz zo'r turadi. Shunaqa qilib berdik. Xo'p, endi bu yoqda qolgan zakazlarimiz, bunimiz verandamiz yog'och, Rossiya tayyor qilib qo'ydik. Xudo xolasa buni ham sepishni boshlaymiz ertaga. Xo'p, bu yerda eshiromlarimiz, bu o'zimizni Andijonda Chinobotiga tayyorlagan eshiromlarimiz. Bunimizni krasniy sep tayyorlab qo'ydik. Tingandan keyin xudo xolasa uni ertaga lakini boshlaymiz. Bunimiz ham tayyor bo'lyapti. Endi boshqacha seletda ham zakazlarimiz bor, buni ham ko'raylik. Endi bunimiz figurali fasonda, rangi yong'oq svet. Ham eshigimiz figurali, laklari glansli qilib berganmiz. Bitta mana syomka qilib olib bersangiz. Ranglari, guli, lakda qanaqa yo'tarashi. Bu o'sha neobrezmi, beshi yog'ochdan qilingan eshiklarimiz. Rangi ega shunaqa og'ladi, shu svetda tayyorlab berdik. Hozir lak sepdik, endi bu sekin quryapti. Yoqizgan sababi lak oqib ketmasdan bir xilda chiroyli qilish uchun bunaqa yoqizib terib qo'yamiz. Xo'p, bu bizning o'zimiz ustaxonamiz. Uyda shunday ustaxonada yasaymiz. Bemalol zakazlar bo'lsa, telefon orasida MDF yog'och hammasi bor. Nomerimiz 99lik 607 6900. Telegram, WhatsApp, imo hammasi bor. Insonlar telefon qilsanglar, uylarda fasoniga, lampalarda mana shunisiga qarab moslab eshikda figurali yoki sodda, rangli rangsiz qilib kelishilgan holda olib borib ustanovkasiga kelisha olamiz. Vodiy bo'ylab ustanovkalarimiz ichida, vodiydan tashqari joyga kelishilgan holda. Bu akamizga ham yasab berdik. Ko'chirasini o'zi tilayapti, olib ketyapmiz. Hamma yo'g'ini tayyor qilib berdik. Kelishilgan holda bemalol telefon orasida nomerimiz har doim yonib